Saudiya Arabistoni Haj va Umra vazirligidan kelib tushgan xabarnomaga ko'ra, ruxsatnomasiz haj amallarini bajarishga harakat qilish tegishli tartibda javobgarlikka tortiladi. Shuningdek, bu borada Saudiya Ichki ishlar vazirligining maxsus bayonoti ham ilova qilingan. Belgilangan tartibga muvofiq haj amallarini bajarish uchun ziyoratchida Haj 2025 vizasi bo'lishi shart. Saudiya Arabistoni hukumatı qolgan barcha turdagi vizalar, umra, turizm, biznes, ziyorat va boshqalar bilan haj tadbirini amalga oshirishga qat'iy yo'l qo'ymaydi. Tushuntirish va ogohlantirishlarga qaramay, hozirda ayrim tur firmalar va uchinchi davlatlar orqali fuqarolarimizni haj ziyoratiga jo'natishga harakatlar kuzatilmoqda. Eslatib o'tamiz, Saudiya huquq-tartibot idoralari tomonidan amalga oshirilayotgan reydlar natijasida noqonuniy ravishda haj ibodatini amalga oshirishga uringan shaxslarga nisbatan jazo choralari qo'llaniladi va mamlakatdan deport qilinadi. Xususan, noqonuniy yo'llar bilan haj amallarini bajarish 20 mingdan 100 ming Saudiya riyoligacha moliyaviy jarimalar qo'llanilishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, fuqaroni Saudiyadan deportatsiya qilish hamda keyingi 10 yil davomida podshohlikka kirishi taqiqlanganlar ro'yxatiga kiritilishi belgilangan. Respublikamizda haj tadbiri Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 7-iyundagi 364-son haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida o'tkaziladi. Shunga ko'ra, haj tadbiri Din ishlari bo'yicha qo'mita va Saudiya Arabistoni podshohligi haj va umra vazirligi o'rtasida har yili imzolanadigan shartnoma asosida O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan amalga oshiriladi. Hamda bunday faoliyat bilan boshqa tashkilotlarning shug'ullanishiga yo'l qo'yilmaydi. Shunday ekan, yurtdoshlarimizni turli aldov yo'llari bilan hajga olib borishni va'da qilayotgan firibgarlarga ishonmaslikka chaqiramiz. Aziz yurtdoshlar, ogoh bo'ling, firibgarlarga aldanmang.